boshqa kanallarda 53 minggacha sotilayotgan bu xonadonimizni siz aziz obunachilarimiz uchun joy egalari bilan savdolashib 49.900 dollarga tushirib qo'ydik. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Ushbu ko'rib turgan yo'lning yuzida joylashgan 3 sotiklik hovlimiz sotilyapti. Manzilni tushuntirib o'tib ketaman. Andijon bu taraf Soydan 75 Damaslarning yo'li, bu taraf markaziy Ko'lbanisaga ketish. Hozirlagi xonadonda ishlarini ham ko'rsataman. Narovatxonadan kirishimiz. Bu yerga bemalol bitta mashina sig'adi. Ko'rishingiz mumkin. Chiroyli qilib qurilgan. Bu yerda landshaft zonalari bor. Hop, bu yer mehmonxonamiz. Bu yerda ham qo'shimcha xonasi bor ekan. Bu tarafda ham xonasini ko'rishingiz mumkin. Hop, bu yerda holni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda o'tirish uchun joy qilib qo'yilgan. Bu tarafda oshxona. Oshxonamizdan shinamgina qilib qilingan ekan. Yotoqxonani ko'rishingiz mumkin. Bu yerda yotoqxonaning o'zining sanuzuli bor. Bu yerda bolalar uchun o'zining yotoqxonasi bor ekan. Bu tarafda ham yana bitta yotoqxona va o'zining sanuzuli bilan. Uyimizning hujjatlaridan hech qanaqa muammo yo'q ekan. Nomimizda deyapti. Kommunal suv, svet bor. Kanalizatsiya alohida qilib kalsiyalar tashalgan deyapti. Xo'p, narxini yana bir bor eslatib o'taman. 49.900 dollarga biz joy egalari bilan savdolashib qo'ydik. Pastda raqamlar qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib, chiroyli narxlarga baraka qilishingiz mumkin.